Ob-havoda go'zalligini qarang. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Chorva olam obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari. Bugun 21-yanvar haftani chorshanba kuni xudo xolasa biz Marg'ilon Dehqonobodda o'ta ham chiroyli Jaguar kombaynda o'rilgan vujuddon go'zal siloslar olganmiz. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar beramiz. Ma'lumotlarimizni, videolarimizni boshlashimizdan oldin iltimos bir dona like, bir dona podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa videomiz inshaalloh manfaatli bo'ladi. Akalar, xudo xolasa tayyor zapaska qilib qoplattirgizib qo'yganmiz. 20 kilodan standart qilib qoplangan. Xudo xolasa qoplangan holatdagi chiroyli videolarni ko'rib borishingiz mumkin. Mana donlar xudo xolasa behijolat ko'rinadi. 100% qopdagi holati. Buncha parlanib qolganligi sababli silosimiz doni balki sizlar videodan turib ko'rganlaringda don uncha ko'rinmayotgandir, lekin xudo xolasa ko'zlarim bilan ko'rsalang 100% xudo xolasa juda chiroyli donlik. Qora qurasi yo'q, avvalo po'pana yo'q. Behijolat. Tarozi ham kilodan xudo xolasa 20 kilo pilis qilib qoplangan akalar. Qoplari ham ko'rib turibsizlar. To'lacha holatda, kichkina bo'lib qolmagan, suv yo'q, nam yo'q. Xudo xolasa silosni qanaqangi hayvonlaringga berishlaringdan qat'iy nazar chiroyli ham bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh. Video orasida aytib qolaman, xudo xolasa akalar, mana akalarimiz kundi issiqdimi, sovuqdimi ishlashyapti. Bir dona shu akalarimiz mehnat uchun like bosib ketishni unutmanglar akalar. Xudo xolasa mana tarozlarni ko'zlaring bilan ko'rib olishlaring mumkin. Mana akalar 20 kiloy un. Bu 10 degani 100 gramga yuradi akalar. Tarozimiz bittan kamaytadi. Navar holatini ko'rib turibsizlar. Atrofida suv chiqmagan, nami chiqmagan holatlar xudo xolasa. Donlari juda go'zal holatda. Tonnamiz xudo xolasa primernabatda 1-200 tonna narigari bor xudo xolasa. Bundan keyin ham siloslarimiz bor. Bizda akalar, opalar, ukalar, singillar yil 12 oy siloslarimiz bor. Tortinma ekranda turgan telefon raqamlariga 24/7 telefon qilishingiz mumkin. Xudo xolasa chiroyli qilib telefonlaringga inshaalloh javob beramiz. Silosni boshiga ham ko'rasizlarmi akalar? Umuman qora qorasi chiqmagan, po'panay chiqmagan. Narx-navosiga kelib o'tadigan bo'lsa akalar 18.000 20 kilogramligi, 16.500 18 kilogramli. Yana boshqa kilogramli siloslar zarur bo'lsa, xudo xolasa ekranda turgan telefon raqamlariga behijolat telefon qilaveringlar. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz akalar. Manzilimizga kelib o'tadigan bo'lsak, manzilimiz Marg'ilon Dehqonobod. Mo'ljal Yozyomon Sombori baqaradan kirganda Soljonobod tumanidan atrofida, yon atrofida akalar. Bu videomiz 21-yanvar kuni chiqyapti. Xudo xolasa shomdan keyin YouTube platformalariga joylaymiz. Silos bosishdan ko'rasizlarmi akalar? Atrofida tagida umuman suv chiqmagan. Gram suv yo'q. Yonida ham, atroflarida ham salafonlar chiroyli qilib o'ralgan. Akalar, dastavka xizmatiga o'tadigan bo'lsak, dastavka xizmatimiz kelishilgan holda. O'zbekistonning qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar, qayerdan ko'rib turgan bo'lsangiz ham biroz telefon qiling. Xudo xolasa, o'zlaringda yaxshi shaxsiy transport bo'lmasa, o'zimiz arzon, el qatordan ko'ra arzon shopirlarni chorlab beramiz. Xudo xolasa, chiroyli qilib omonatlarni sizlar qo'llaringizga yetkazib olib boradi. 18.000 so'm 20 kilogramligi, 16.500 so'm 18 kilogramligi. Chorva olam bilan telefon qilyapsizlar, xudo xolasa ozroq ushuri bor. Yo'lda qilib beramiz. To'lov usullarimiz klik yokida naqd pul. Masofadan turib klik qilsangiz ham bo'ladi, yokida naqd pulga xarid qilib ketsangiz ham bo'ladi akalar. Telefon raqamlarimizni ekranga yozib qo'yamiz, og'zaki ham aytib qo'yamiz. 94 764 39 69
90lik 582 75 56, 93lik 296 75 56. Tortinmay telefon qilaverlar, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib, yo'lida qilib, eng arzon optim chorvangizga, hayvoningizga ozg'a bo'ladigan mahsulotlarni sizlarga chiroyli qilib beramiz. Sizlar bilan Chorva yem olami kanali bo'ldi. Ekranga bir dona like, podpiska tugmasini bosib qo'yishdan chiqarmanglar. Shu akamizni sertsasiga like bosib qo'yinglar. Salomat bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.